Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Avval bizning YouTube kanalımıza a'zo bo'lishni unutmang. Bosh barmoqlarni chiqarib qo'ying, anakadan taqib qo'ying. Bu sizning bizni qo'llaganligimizning dalili bo'ladi, inshaalloh. Bugun men sizlarga Guangdong o'lkasidagi eee, Dongguan degan yerdagi shahardagi taqalgan bozorlarningki eee ahvolidan ozroq ma'lumot berma. Dongguan degan Guangdong qaraydigan bir Guangdong o'lkasi qaraydigan Xitoyning bir shahri. Bu shaharda bu yil shu bir oyning oldidagi voqeamki Amerika Xitoy savdo urushining davom qilishi bilan Osiyadagi Dongguandagi cho'ng bir to'p sotish bozorining taqalganligi ko'rinishi mana hozir shu cho'ng bozorning ichiga bu Xitoy ishlaydigan Xitoy kenti taqalgandan keyingi ziyorat qilib ko'rsatyotidi. Mana bu bozor to'p sotish bozori taqilib bo'lgandan keyin bu yerda bir kiyim sotish bozorininki kiyim-kechak sotish bozorining nimaga aylanib ketgan ikkinchi qo'l bozorga oila saymonlarini sotadigan bozorga olib ketgan. Bu ikkinchi qo'l saymonlarningki kirish manbari Osiyadagi zavod korxonaninki ichidan chiqib qolgan ishkaf deymiz, ustal deymiz, o'rindiq, anandan keyin har xil ishxona materiallari, anandan keyin karvat, shu qo'shkichlik karvat zavodlaridan chiqqan shularninki narsa keraklari bilan bu yerda ikkinchi qo'l bozorning shakllanganligi tushuntirib so'zlabdi. Bu ikkinchi qo'l bozorninki amaliy ahvolini bu yerda savdosining qandaqligi, qanday emasligi to'g'riliq gap qilmoqda, ammo bu yerdagi narsalarninki shu zavodlarning taqalgandan keyin chiqqan korxona shirkatlarninki taqalgandan keyin anan keyin shu narsa keraklardan azam bori chiqib bu ikkinchi qo'l bozorning shakllanganligi to'g'risida gap qilibdi. Buning aslida yana bir kiyim sotish, to'p sotish bozori ekanligini, ammo hozirgi ahvolning ikkinchi qo'l bozorga aylanganligini so'zlayotidi. Shuning bilan birga qarindoshlar, anandan keyin bu Xitoy bu yerdan chiqib bizning yana bir bozorga kirdi. Bozorda ikkinchi qo'l narsa keraklarninki bo'layotgan bozorning amaliy ahvolini mana hozir ko'radiganimiz zavod korxonadan chiqqan ish xizmatchilar yotadigan qo'shkichlik karvatlar, shu karvatninki ramkalari mana o'tirib turgan ko'rinishdagi ramkalari mana shu bularning bekorlab bu yerda ikkinchi qo'l bozorda sotilayotganligini debdi. Ikki qo'shkichlik karvat ya'ni ost-usti ekanligini zavodlardan taqalgan zavodlardan, chunki bu yerda elektr saymonlarimi zavodlar ekan. Asli shu bozor shu elektr saymonlarninki ishlab chiqaradigan zavod, to'p sotiadigan bozor ekan. Lekin bu bozor bu faqat ikkinchi qo'l bozorga aylanib ketganligini, yerga zavod korxonaninki taqalib ketganligini. Buning asosliq nimasi shu Amerika bilan savdo urushininki ta'sirining bo'lganligini Xitoyning hozir jiddiy turda ba'zi xabarlarda shu Osiyo tarafga, Afrika tarafga bozorni ochishni qilganligi, Amerika bozorini tashlab o'tish tarafdori bo'layotganligi dek xabarlar bor. Amerika bozoridan ayrilib qolamdi, qanday bo'ladi? Bunaqa Trampninki savdo to'xtatishimizdan keyingi ahvolda Xitoyninki GDP'sining yerimsizligining 6-2 tushganligi xabarda bo'layotdi. Qarindoshlar, demak Xitoyning tijoratiga mayli Xitoy cho'ng kichik korxonaning vayron bo'lishiga savdo urushi va yoki hozirgi Amerika bilan olib berayotgan siyosiy krizislarning bevosita ta'sir qilayotganligi ma'lum. Bundan keyingi ahvol qanday bo'ladi? Yana davomli kuzatamiz. Shunday xatlarni ko'rganlarga rahmat qarindoshlar.